Agar sizlar Tresmax'da ishlasanglar, qanaqa qilib korona kamerani bilmasdan turib to'g'ri ishlash mumkin. Ajoyib kadrlar yasash mumkin. Tasavvur qilinglar. Agar sizlar professional fotograf bo'lsanglar, sizlarga $23,000 fotoapparat, uni lenslari, qo'shimcha narsalari bilan juda ham qimmatga tushib ketasizlar. Lekin sizlarda undan ham kuchliroq korona kamera mavjud. Lekin sizlar uni ham ishlatishni bilmaysizlar. Salom, men ismim Abdulloh Fayzullayev. Sizlar bilan bugun korona kamerada qanaqa qilib to'g'ri ishlash, qaysi setapni qanaqa vaziyatda ishlatish kerak, qaysi funksiya muhim, qaysi birini ko'p ishlatish shart emas va eng muhimi beginnerdan pro darajasiga chiqishni ko'rib chiqamiz. Agarda siz bu kanalda yangi bo'lsangiz, unutmangki obuna bo'lishni, like bosishni, agar fikringiz bo'lsa kommentariyada yozishni, keyingi videolarda qanaqa funksiyalarni ko'rmoqchiligingizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Ko'rasizlar, biz upgrade qildirganmiz, ya'ni light olib keldim, qo'shimcha funksiyalar, orqaga, ya'ni lightingga, ovozlarni sifatini oshirishga harakat qilyapman. Buni sababi YouTube'ga yaxshiroq sifatda kattaroq videolarni qo'ya olish. Men sizlardan so'rab qolgan bo'lardimki, aynan o'sha followinglar, likeinglar, kommentinglar meni o'sishga majbur qiladi. Sababi podpiska, followlar oshgani sari men ham kattaroq videolar qilib chiqaman, sifatliroq videolar qilib chiqaman. Mening mo'jalim bor, aynan 1K subscriber bo'lganmiz, ya'ni 1K obunachimiz bo'lsa 1000 ta. Men o'zimga mo'jal qo'ygan bir ikkita rejadagi videolarimiz bor. Ular kanaldagi kerak bo'lsa eng foydalilaridan bo'ladi. Faqat hozir menga obunachi kam, men ba'zi bir kollablarni qila olmayman. Ya'ni kimdir yoniga borib, shuni birga qilaylik deya olmayman, sababi hali ular ham yetadi ukam. Endi ochilgan kanal ekansan, o'zing ozgincha yur o'zib ol, keyin birga kollab qilamiz deydi. Shuning uchun agar sizlar obuna bo'lib kanalni tez o'stirsangiz, mana shunaqa yaxshi kollablarni ko'proq va tezroq amalga oshiraman. Ko'p gapirganim uchun uzr. Va nihoyat vaqt korona kamera keldi. Ketdik. Do'stlar, birinchi boshlaydigan narsamiz aynan shu sahnada biz korona kameramizni boshqarishni boshlaymiz. Bu sahna tanish ko'rmayotgan bo'lsa, sizlarga aytib o'tamanki, Telegramda shu sahnani qanaqa qilib shu darajagacha yoritishni ko'rib chiqamiz. Shuning uchun Telegramga obuna bo'lib qo'yinglar, o'sha videoni tomosha qilib do'stlaringizga tashlab qo'yinglar. Xo'p, korona kameraning birinchi funksiyasi bu viewport display hisoblanadi. Bu yoqda nima bo'ladi desanglar, bu yerda eng asosiy ishlatadigan narsani sizlarga ko'rsatib chiqaman. Bu yerda bizda targetimiz yoqib turishi kerak. Targetimiz bu nishon. Agar sizni snayperda o'sha o'g'laydigan bo'lsanglar, soching kimdir urishda, aynan sizlar targetinglar bo'ladi, ya'ni nishon. Nishonni qaysi tarafga qo'yar ekansizlar? Nishonni qaysi tarafga qo'yar ekansizlar, o'sha tarafga kamera qaraydi. Marhamat ko'rishingiz mumkin, ikkita ekran qanaqa nishon o'zgaryapti. Nishonimiz doimo o'rtacha bizda shu uzunlikda turishi kerak. Uzunlikning ma'nosi, ya'ni bizning o'sha eksteriyerimizda yoki o'sha interyer bo'lsa, o'sha interyer xonamizdan o'zida qolgani yaxshi, chunki bundan keyingi ko'rsatadigan funksiyamda aynan o'sha targetda qayerda turgani muhim. Target ko'rgan bo'lsangiz, eksteriyer o'zida turgani uchun men sahnamizni o'sha burchaga olib kelsam, eshitganman, bu yerda orbit kamera bor. Ya'ni kamerani orbit bo'yicha aylantirish. Buni bossam, agar ko'rishingiz mumkin, endi mishkani bosib aylantirsam, aynan o'sha menda target atrofida aylanyapti. Men bu orqali juda ham oson tarzda kameramni bemalol 360 gradusga aylantirib ko'rib, hamma joyini tekshirib, balki umuman kameramni o'zgartirishim mumkin. Bu juda ham qulay funksiya. Agar ishlatmasangiz, ishlatishni tavsiya beraman. Aynan bu yerda target distance ma'nosi ham aynan shu targetimizning uzunligi. Agar buni 0 qilib qo'ysanglar ham render ko'rinmaydi va buziladi. Shuning uchun bu to'g'ri masofada turishi kerak. Ya'ni eng kamida 200 yoki 100 tursa, aynan renderinglar xunuk chiqmaydi. Mana hozir bu yerda ko'rishingiz mumkin, kichkina bo'lgan hisobiga bemalol aylantirib o'ynay olmaysizlar. Shuning uchun aynan targetimiz to'g'ri joyda turishi muhim. Undan keyingi funksiyalarimizga o'tishdan oldin men to'liq shu yerdagi funksiyalarni tushuntirib o'tishimiz zarur, sababi bu ham juda ham foydali funksiyalar. Bu o'sha o'ng tarafda burchakda turgan funksiya hisoblanadi. Men eng ko'p ishlatadigan ham aslida odamcha, ya'ni Volt Who. Agar shuni bossanglar va sizlarga aynan mana shu tepada ko'rsatgan keyboardim yoquv bo'lsa, sizlar xuddi kontrda bir oltida yurgan kabi shunaqa yura olasizlar. Marhamat ko'rishingiz mumkin. Agarda sizlarda yurishda muammo tug'ilayotgan bo'lsa, hozir screenshotda ko'rsatilgandek knopkani bosib yo tezlashtirishingiz mumkin yoki sekinlashtirishingiz mumkin. Shuning uchun bemalol bu funksiyadan foydalanishingiz mumkin. Bu ayniqsa interyerlarda ham bemalol yurib, tepalarni ko'rib, pastlarni ko'rib o'zgartirishga yordam beradi. Biz kontrlar namchi ham o'ynagan, kamida blur o'ynaganimizda aynan shu funksiya bizga juda ham qulay. Bu yerda aynan kontrda o'ynagan 3 ta 4 ta tugmachamiz bilan butun sahnamizni aylantirib, to'g'ri nastroyka bilan ko'rib chiqishimiz mumkin. Ishlatinglar, juda ham foydali funksiya. Yana bitta funksiyani gapirib o'tirishim kerak aslida, lekin buni tashlab ketaman chunki o'zim ishlatmayman. Bu funksiya field of view ni boshqarishga yordam beradi, lekin bu yerda ishlatish noto'g'ri. Biz aynan bu yerda fotograf parametrasidan boshqaramiz.
Men ishlatadigan funksiya ham bu yerda dolly kamera, ya'ni kamerani uzoqlashtirish yoki yaqinlashtirish. Ya'ni hech qanaqa nastroykasiga tegmasdan shunchaki uzoqroq va yaqinroq qiladi. Ortiqcha gapirib o'tirmaymiz va уже o'zimizning fotografik parametr. Keyingi eng muhim bo'limlardan biri. Bu yerda bizda ko'pchilik ikkilanadigan, ko'pchilik tushunmagan funksiya bor, ya'ni field of view yoki focal aynan millimetrlarda. Bizda kameramizda bor funksiya bu aynan millimetrda ishlaydi. Millimetrda ishlash bu haqiqiy professionalning ishlash hisoblanadi. Masalan, mana shu millimetrda maslahat beraman field of viewdan ko'ra. Xo'p, buni qanaqa qilib ishlashimiz kerak desanglar, agar sizlar detallarni ko'rsatmoqchi bo'lsanglar, misol uchun bizani aynan orbit orqali aylantirib olib, detalli ko'rsatmoqchi bo'lsak, tiyagamizni yoki aknamizni yoki shunga o'xshagan narsa. Biz aynan focal millimetr kattalashtirib shunaqa ko'rsatsak, ishimiz juda ham chiroyli chiqadi. Mana ko'rib turibsizlar. Biz focal millimetr qanaqa kichkinalashtirib ko'rsak, detallarni ko'rsak bo'lmaydimi desanglar, marhamat sizlarga ko'rsatish mumkin aniq ko'rinishini. Mana ko'rasizlar? Ya'ni detallarimiz yaxshi ko'rinmaydi bunda. Aynan hozir ekraningizda ketayotgan close-uplarda shular 120, ba'zi holatlarda 180 qilib ishlatilgan. Mana bu yoqda ham ko'rishingiz mumkin. Aynan 120-180 da 20-30 dan ko'ra ancha chiroyli chiqyapti. Xo'p, agar biz arxitekturani ko'rsatishimiz kerak, necha ishlatishimiz kerak unda desanglar, mana arxitekturada ko'rib turgan bo'lsanglar, 180 juda ham xunuk chiqyapti. Ya'ni ploskiy, tekis. Biz shuning uchun arxitekturada biz buni tushiramiz. Misol uchun o'zim ishlatishim mumkin bo'lgani 30. 30 ishlatib, aynan yaqinlash funksiyasi orqali yaqinlashib ko'rsak, marhamat ko'rishingiz mumkin. Arxitekturamiz endi cho'zilib chiqyapti. Ya'ni buni yanada agarda pasaytirsak, ko'rasizlar, arxitekturamiz aynan mana shunaqa cho'zilish effekti bilan hosil bo'lyapti. Yuqori binolar yoki shunga o'xshagan narsalar ham aynan shu effekt bilan olinadi. Mana ko'rasizlar, qanaqa arxitekturning fotografiya chiqdi. Viewportda o'zida. Buni doim ishlatish kerakmi desanglar, yo'q, har bittasini o'zining funksiyasi, o'zining joyi bor. Biz sizlarga har bittasini ko'rsatib ketyapman. Bu yoqdan asosiy ishlatadiganimiz shular. Aslida ISO, f-stoplarni ishlataman ko'p. Men kelinglar sizlarga f-stop haqida biroz tushuncha berib ketay. F-stopni sizlarga tushuntirishim uchun o'zimizning kursda ishlatilgan formatni ochib olaman, chunki bizga shu format kerak bo'ladi. Xo'p, f-stop ishlash uchun biz o'zimizga kerak bitta elementni tanlab olamiz. Misol uchun shu vazani tanlab olsak bo'ladi. Ya'ni shu vazaga oldin bitta kamera qo'yamiz. Sizlar bilan kamera qo'yishni ko'rib chiqamiz. Hozir bitta uzoqroqdan bitta plyusni bosib kamera qo'yamiz. Kamera qo'yganimizda sizlarga o'rgatgandek detalli ko'rsatish uchun 100, 120, 180 qilib ishlatsak bo'ladi. Misol uchun 160 qilamiz. Biz f-stopni qanaqa qilib ishlatamiz desanglar, f-stop ishlatish qoidasi bor. Buni ko'rsatishim uchun men sizlarga o'sha keyingi bosqichga o'taman. Ya'ni DOF va Motion Blur. DOF va Motion Blur bizga orqa fonga blur, ya'ni xiralik qo'shishga va yurayotgan mashina, kema, odamlarni xira qilishga yordam beradigan funksiya hisoblanadi. Bu yerdagi ISO, zoom faktorlar esa bu haqiqiy fotoapparatdan olingan va ko'p holatlarda o'zim ishlatmaganim uchun sizlarni ham chalg'itmaslik yuzasidan aytmayman. Agar kim xohlasa bundan ham chuqurroq tushuntirib beraman. Hop, bizda DOF va Motion Blurda biza aynan ekraningizda ko'rgandagi atmosfera chiqarish hozir qanaqa qilishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biza geometry bo'limini yoqamiz, enable tugmasini bosib, override focusdan object bo'limiga o'tib turib, nimani xira qilmasligi kerakligini ko'rsatishimiz kerak. Bizda bu vaza bo'ladi. Vazani ko'rsatganimizdan so'ng biz pastroqqa tushib override funksiyasini yoqib, aynan customni belgilaymiz. Nimaga custom desanglar, men juda ham ko'p chiroyli teksturalarim bor. Sizlarga 3 tasini men tashab beraman va o'shani bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Buni bosib turib, bitmapni bosib, o'zimizning faylni ochib yuborishimiz kerak bo'ladi. Mana sizlarga tayyor qilib 3 tasini olib qo'yganman. Bular o'zimning eng ko'p ishlatadiganlarim, o'zimga yoqadiganlari. Buni Telegramga arxiv qilib tashab qo'yaman. Bemalol o'sha opisiyaga kirib, Telegram kanalidan yuklab olishingiz mumkin. Hop, biz qaysi birini ishlatamiz desanglar, kelinglar, mana shu oddiysini ishlatib turamiz. Buni hech qanaqa nastroykasini qilish shart emas. Shunchaki men bosgan tugmalarni bosib chiqsa yetarli. Endi bu yerda f-stop nimani bildiradi desanglar, xiralik darajasini bildiradi. Agar ustiga olib borsanglar, sekin sizlarga ko'rsatib qo'ygan standart values, ya'ni standartning kameralarda qanaqa ishlatilishi, ya'ni fotografiyada. Bu yoqda 0.7 dan boshlab 32 gacha ishlatiladi. Biza asosan men 208 ishlatishim mumkin, 506 ishlatishim mumkin. Kelinglar, sizlar bilan haqiqiy effekt bo'lish uchun 2 ishlatamiz. Endi interaktiv qilib ko'ramiz farqini. Mana ko'rishingiz mumkin, hech qanaqa ortiqcha render setupdasiz biz nimaga erishdik. Ya'ni bu yerda ko'rishingiz mumkin, agar yaqinlashtirsam bizda vazamizga yaqin bo'lgani uchun gulimiz, vazamizning osnovasi va unga yaqin bo'lgan obyektlar xiralashmagan. Ammo vazamizdan biroz uzoqqa ketgan balasinalarimizni ko'rayotgan bo'lsangiz juda ham xira ko'rinishda. Buni biz aynan sizlarga ko'rsatgan nastroykam orqali qilishimiz mumkin. Xo'p, bu yoqda bizani bergan teksturamizda nimaga ishlayapti desanglar, biroz yaqinroq borib qarasak, mana aynan o'shaqa dumaloq tarzda bizga xiralashtirib beryapti. Bu interaktivda uncha bilmaydi, lekin finalniy renderda katta rasmda juda ham chiroyli bo'lib chiqadi. Xo'p, endi biz sizlar bilan 2 f-stopni ko'rdik. Endi ko'ramiz 16 f-stopda qanaqa bo'lar ekan.
Marhamat, 16 desktopda ko'rishingiz mumkin, deyarli hech narsa xiralashmagan. Aynan shu sabab bilan biz uni pastroqqa tushirishimiz kerak. Mana sizlarga yanada yaxshiroq effekti bo'lish uchun men bir qilib qo'yaman. Aslida bir ishlatmayman, sizlarga effekti bo'lish uchun bir qo'yib qo'ydim. Mana ko'rishingiz mumkin, qanaqa darajada xira chiqyapti. Buni nimaga biz Photoshopda ishlatmaymiz desanglar, Photoshopda birinchidan unchalik qulay emas buni ishlatish va baribir Max'ni o'zi chiqarib bergan go'zal bluriga yetmaydi. Mani fikrim bu. O'zingizlar ishlatib ko'rishingiz mumkin. Mana bizda qanaqa jarayon, qanaqa atmosfera chiqdi ozgincha knopkalar orqali. Mana sizlar bilan shu 3 ta funksiyani ko'rib chiqdik. Undan keyingi funksiyamizda bizda tilt shift bo'ladi. Bu juda ham qulay, nima desam bo'ladi? Qulay emas, muhim funksiya. Buni agar misol uchun 25 qilsam, biroz arxitekturamga yaqinroq kelib qarasam, agarda misol uchun pastdan tepaga qarayotgan bo'lsam yoki teparoqdan pastroqqa qarayotgan bo'lsam, sezishingiz mumkin, perspektiva liniyalari buzilib ketyapti. Bu ayniqsa hozir kichkinaroq hovlimizda buncha bilmayotgan bo'lsa ham, katta ishlarda juda ham xunuk ko'rsatadi. Agar biz tilt shiftni bir martagina ustiga plichkani bosib qo'ysak, arxitekturamizda tekst bo'ladi. Bu haqida Telegramda bitta 5 ta korona kamera siri haqidagi post qoldirdim. Bitta kirib o'qisanglar bo'ladi. Bu o'shalardan biri. Ya'ni mana shu arxitekturani yotib qolishi, sinishi bu qo'pol xato hisoblanadi. Agar arxitekturani ishlasanglar, deyarli 70-80% holatlarda buni plichkasiga yoqib qo'yinglar. Aslida buning ichida ham o'zining shift funksiyalari bor, yoki misol uchun gorizontal funksiyalari bor, lekin to'g'risi bilan ishlatmayman, chunki o'zini bitta plichkasini o'zida beradigan menga katsasi juda ham yoqadi. Men qolganini o'zim qo'l bilan to'g'rilashni ko'proq yoqtiraman. Bundan keyingi funksiya bu Tony Mapping. Tony Mapping nima deganlar uchun? Bu agar renderinglarni ochib qarasanglar, renderinglarda ham mana shu yerda Tony Mapping bor. Aynan shu Tony Mapping va bu Tony Mapping bitta narsa. Buni unda nimaga korona kameraga qo'shgan desanglar, agar sizlar buni plichkani bosib editni bossanglar, har bitta kameraga alohida nastroyka qila olasizlar. Bu juda ham kuchli, muhim nastroyka. Buni men qachon ishlataman desanglar, ba'zi joylarda qorong'uroq, ba'zi joyda yorug'roq bo'lganda aynan shu funksiyani doimiy ishlataman. Bu yerda shunchaki copy from global qilish orqali основной ishlatadigan Tony Mappingingizni olib kirib beradi, keyin siz bemalol yana uni biroz o'zgartirib chiqa olasiz. Bizda keyingi funksiyamiz bu Bloom. Ya'ni xuddi tepada ko'rsatganimdek, Tony Mappingga Bloom Gallery ham har bitta kameraga alohida bera olasizlar. Qachon kerak desanglar, sizlarga hamma kamerada emas, aynan ba'zi bir kameralarda yorug'lik kerak bo'lsa, misol uchun menda bu kameragidagina mana shu quyoshni yonib turishi kerak. Boshqa hech qaysi kameraga kerak emas. Aynan shu kameraga kirib, yoqib, o'zimga kerak nastroykani qilib olganimdan keyin boshqa kameralarga o'chirib qo'ya olaman. Bu juda ham foydali va vaqt tejaydigan funksiya. Yana bitta juda qiziq funksiyalardan biriga keldik, Projection VR. Buni ham sizlarga ko'rsatish uchun narigi proyektda, aynan kurs proyektida ko'rsatib boraman. Xo'p, usti viz uchun yozilgan kursimizni ochib oldik. Bu yerda yana bitta yangi kamera qo'shamiz. Yangi kamera qo'shib oldik va bu yerda aynan boyagi joyga kiramiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, aynan Projection VR da type'da perspektiva, ortografik, sferik, silindir, kub map bor. Bularning qaysi birlari eng ko'p ishlatiladi desangiz, men ortografik degan bo'lardim. Bu nimaga ishlatiladi desangiz, bu aynan sizlar fasad qismini olayotganingizda perspektivani o'chirib olib beradi. Bu sizlarga fasadni ustidan liniyalar chizayotganida yoki fasadni misol uchun render holatida kimgadir ko'rsatmoqchi bo'lsanglar yoki qanaqadir pechatga qo'shib olmoqchi bo'lsanglar, perspektivani o'chirib olib beradi. Va ikkinchi tayfa perspektiva doim har doim ishlatadigan oddiy perspektivamizda hech qanaqa farqi yo'q. Va bu yerda juda ham qiziq sferik 360 bor. Ko'pchilik 360 ni biladi, lekin qanaqa qilib ishlatishni bilmaydi. Aynan shu orqali ishlatasizlar. Ya'ni sizlar sferik 360 bosganingizdan keyin sizlarning kameralar bitta joyga qarab emas, butun sahnani atrof muhiti bilan o'rab oladi. Mana sizlarga misol interaktiv qilib hozir ko'rsataman. Marhamat, ko'rishingiz mumkin bizda qanaqa atmosfera chiqdi. Ko'rib turganingizdek, nafaqat oldin emas, butun atrofni o'rab beradi. Bizga nima kerak bu funksiya deb o'ylayotgan bo'lsanglar, sizlar agar Koala saytiga kirib, ya'ni Koala saytiga kirib, o'zingizlarning ishinglarni upload image orqali kirib, shunaqa to'liq hamma yoqni aylanib ko'rishingiz mumkin va shunaqangi chiroyli bloom effektlarni o'zida qo'shishingiz mumkin. Bu bizning bitta loyihamizni, men o'zim shunaqa kirib klientimizga ko'rsatganmiz, mana marhamat ko'rishingiz mumkin. Kameralar qo'shib qo'ysanglar bo'ladi, ustiga bossanglar, boshqa kadrga o'tib ketadi. Hozir bu yerda salmoma bo'ldi mana. Boshqa kadrga o'tib ketadi. Biz VR da tiqib ko'rsatganmiz, mana misol uchun. Biroz tichlarda o'chib ketibdi, lekin hammasi shunaqa holatda ishlaydi. Mana ko'chada vobshe chiroyli holatda ko'rinadi. Mana domimizda bloom effektlar mana ko'rishingiz mumkin. Aynan 360 shu holatda ishlatiladi. Uni ishlatishni yana bitta sizlarga qoidasini aytaman. Sizlarda Corona renderda setupda customda mana shu joyi 0.8 emas 2 turishi kerak bo'ladi. To'liq to'g'ri ishlashi uchun. Hop, keyingi bo'limimizdan o'tishdan oldin agar sizlar
Koalani to'liq shunaqa qilib o'rganishimni xohlasanglar, shunaqa video chiqarishni xohlasanglar, kommentariyga yozib ketinglar. Balki shunaqa to'liq koalani ko'rib chiqarmiz, shunaqa qanaqa kameralar qo'shish, lightinglarni ishlash, to'g'ri turni tashkil qilish. Hop, keyingisiga o'tsak, keyingisi bizada silindr bo'ladi. Bu ham shunga o'xshash, ammo men ishlatmayman. Silindr va kub, ya'ni 360 graduslikni. Lekin bu yerda fish eye degan funksiya bor. Mana shu ekraningizda ko'rib turgan renderlar shu orqali olingan. Bittasida o'zim ishlatganman. Bu aynan interyerlarda juda ham chiroyli vibe atmosferalar beradi. Oxirgi paytlarda trendda chiqdi. Mana o'zimizning interaktiv qilib olsam, bu shunaqa baliq ko'zi tarjimasi, baliq ko'zi shunaqa yarmini to'liq gradusda ko'radi va o'ziga yarasha juda ham chiroyli effekt beradi. Buni sizlar o'zgartirishingiz mumkin. Ya'ni ko'rsin 2-3 xil darajada. Misol uchun qaysi bir ko'proq ishlatasizlar, men unchalik talab o'tirmayman. Misol uchun full frame ishlatishni mumkin, cho'zib ishlatadi, lekin aslida o'sha crop yoki sirkular orqali ishlatsanglar, shu ko'proq chiroyliroq. Misol uchun men o'zimga crop ham juda yoqadi. Buni albatta Photoshopda ham biroz effekt bersalar, juda ham chiroyli va qiziq. Buni ayniqsa ishlatiladigan joyi, aynan interyerlar burchaklaridan juda ham chiroyli kadrlar chiqadi. Bu yerda virtual reality'ni qo'shimchasini ishlatmayman o'zim. Ishlatsanglar bo'ladi. Misol uchun ikkita ko'zi, shunga o'xshagan narsalar, lekin men o'zim ishlatmayman. Keyingi funksiyamiz o'tishdan oldin perspektivaga qaytamiz va bu yerda keyingi funksiyamiz distortion. Bu yerda kubikda misol uchun qo'shishingiz mumkin 1 yoki 2. Bu ham shunga o'xshagan baliq ko'zini biroz boshqacharoq misoli, perspektivani nima desam bo'ladi, yoniga uzoqlashtirmaydi, yonidan siqadi. Buni biroz tushuntirishga eng yaxshi misol bu shunchaki o'zingizlar ishlatib ko'rganinglar. Misol uchun 001 yoki 005 qilsanglar, mana o'rtadagi perspektiva oldinga kelyapti. Buni -1 qilsanglar, perspektiva qaytangi teskarisiga ishlaydi. Buni men ishlatamanmi? Ha, ishlataman, faqat Photoshopda o'zim miqdorini belgilab. Lekin bu yerda renderda ishlatishni maslahat bermagan bo'lar. Shuning uchun odatda 0 turadi. Keyingi funksiyamiz ham juda ham foydali, ya'ni bu yerda clipping funksiyasi bor. Juda ko'pchilik ishlatadi. Agar ishlatmayotgan bo'lsanglar, qanaqa bilmayman. Xo'p, bu yerda misol uchun shunaqangi vaziyat bo'lib qoldi. Mana balesina bizga xalaqit berib qoldi. To'g'ri, balesinani shunchaki bekitib qo'yishimiz mumkin, lekin eng oson yo'li biz shunchaki clippingdan enable bosamiz va pastidagini aslida kattaroq qilib olishimiz kerak. Nimaga? Agar buni sizlar kichkinaroq son qilsanglar, ko'rib turgan bo'lsanglar, orqasidan kesib kelyapti. Orqasida bizda bo'lishi mumkin daraxtlar, o'rmonlar. Shuning uchun doimo katta son yozsanglar, o'shani kesilib qolmaydi hech narsalar. Oldidan kesilishini bu santimetrlar orqali to'g'ri nasib qilishimiz mumkin. Misol uchun 100 deb yozib olsak, keyin sekin oshiramiz, ko'rsatayotgan bo'lsanglar, bizda kerak emas joylarni qirqib tashlaydi. Biroz teparoq qaraymiz va bizda mana o'sha balasinamiz yo'q. Bu renderda ham ko'rinmaydi. Marhamat. Bundan pastidagilarni odatda ishlatmayman. Sizlarga clipping o'zi, ya'ni kesish funksiyasini o'zi yetarli bo'ladi. Override funksiyasini ishlatishni men o'zim tavsiya bermayman, ya'ni aslida buni render setupda sizlar bilan ko'rib chiqib bo'lganmiz, ya'ni bu yerda direct override'dan misol uchun rangini mana shu kameraga alohida tanlab ketsanglar, mana ko'rishingiz mumkin. Aynan osmonni alohida, refractionni alohida, reflectni alohida qo'yib ketishingiz mumkin, lekin bu narsa kerakmi degan savol bor. Men sizlarga render setupni bundan oldingi videoda to'liq ko'rsatib ketganman, lekin men alohida kameraga ishlatmagan bo'lardim va ishlatmayman. Sizlar bilan yana bitta juda ham cool deydi, ya'ni qiziq effekt qolib ketdi. Bu enable exclude list. Buni yoqib qo'yganingizdan keyin sizlarda nima bo'ladi, nima sizlarga foydasi bor? Bu sizlarga kerak emas, aynan o'sha kadrda, aynan o'sha kameraga kerak emas funksiyalarni olib tashlasanglar bo'ladi. Misol uchun mana shu kamera qo'ydim, menga mana shu ikkita archa kerak emas. Mana shu enable yoqaman, plichkani bosaman va aynan ichiga kirganimdan keyin, include o'tkazganimdan keyin plyusni bosib, mana shu ikkita archamni tanlab olishim kerak bo'ladi. Bittasini tanladim, ikkinchisini ham tanlab oldim. Mana ko'rishingiz mumkin, faqat bu yerda bitta narsa qolib ketibdi. Biz include emas, exclude qilishimiz kerak. Ya'ni shu archalardan tashqari bizga qolgan barcha narsani ko'rsat effekti bo'ladi hozir. Mana ko'rishingiz mumkin, shu archalardan tashqari barcha narsa bizga to'liq ko'rinyapti. Sizlar o'zingizga kerak emas narsalarni, xuddi boya balasinani kesganimdagi, bu yerda biroz boshqacharoq balasinani to'liq olib tashlashingiz ham mumkin. Men ko'rsatmoqchi bo'lgan hamma effektlar shu edi. Qaysi biri sizlarga foydali bo'lganini aytinglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Telegramda o'zingizlar ishingizda ishlatgan bo'lsanglar, albatta Telegram kanaliga, Telegram ichkaga yoki Instagramdan direktimga yuborsanglar, albatta birga ko'rib chiqamiz inshaalloh. Va nihoyat so'nggisi. Ya'ni korona kameraning hamma nasurgasini ko'rib chiqdik, o'rgandik. Agar sizlarga bundan ham chuqurroq videolar kerak bo'lsa, aynan bizning kanalga o'tib, render setup haqidagi darsimizni ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Ikkalasi bir-biriga juda ham bog'liq. Va u darsdan xudo xolos ko'p narsa foydali ma'lumotlar olasizlar. Telegram va Instagramimizga obuna bo'lishni unutmang. Telegramga kichkina videolar, yaxshi foydali postlar, yaxshi challenge o'ylab qo'yganman. Tashlab turamiz, challenge endi boshlaymiz xudo xolasa.
Instagramda asosiy kontentlar, qiziqarli videolar bo'ladi. Shuning uchun o'tkazib olmaslik uchun opisiyaniyada man sizlarga qoldiraman linklarni, kirib obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi. Do'stlaringizga ham tashlab qo'yishni unutmanglar. Ustaviz haqida kichkina biroz gapirib o'tmoqchiman. Ustaviz nima? Ustaviz meni muallifligim asosida yaratilgan, ya'ni kashf qilingan desam bo'ladi, proyekt, loyiha. Bu kurs, lekin bu kursda farqi men o'zim ijod qilish orqali sizlarga video darslikda tayyorlaganman. Ya'ni hali bu to'liq reliz bo'lgani yo'q, ya'ni to'liq renderlarini, to'liq narxlarni, to'liq posterlarni hali chiqarmadim ommaga. Shuning uchun Telegram va Instagramga obuna bo'lib qo'ysanglar buni qo'yaman. YouTube'da bundan keyingi video ham aynan Ustavizni to'liq gapirganim haqida bo'ladi. Uje kadr ko'rishlar bilan ikkita qo'linglarni ko'tarib men tushundim devorasizlar. Sababi kadrlarni o'zi gapiradi. Aynan o'sha kursda men qanaqa qilib kadrlarni gapirtirishi kerak bo'lsa o'rgatganman. Sizlarga xudo xohlasa foydali bo'ladi. Bu Ustaviz haqida juda ham kichkina teaser edi. Endi xudo xohlasa kattaroq ma'lumotlarni qo'yib boramiz. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmanglar, like bosishni unutmanglar, fikringizni izohlarda qoldiringlar. Shu narsa orqali xudo xohlasa shunaqa upgrade'imizni har videoda yo'qda, har 4 ta 5 ta videoda bo'lsa, yaxshi xona olamiz, yaxshi studio olamiz, kattaroq narsalar orqali xudo xohlasa yaxshi kollatlar bilan katta videolar chiqaramiz. Men video YouTube'ga qo'yaman, o'zim to'g'risi juda ham mazza qilyapman. Xudo xohlasa, shuning uchun sizlar ham mazza qiladigan videolar chiqaramiz inshaalloh. Sizlar bilan ko'rishguncha, sizlar bilan Abdulloh Fayzullayev bo'ldi. Omadinglar bersin va bilim olishni to'xtamanglar.